Aka, 1 minutga mumkinmi? Vaqtingiz bormi? 5 minutga oling chetrogi. Aka, assalomu alaykum, Hormay. Charchamasizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tushimsiz? 5 minut vaqtingizni olaman. Biz avtoservisdan, shu futbol tegida yangi avtoservis ochganmiz. Biz BYD-larga Mercedes hadovoy qilib beramiz. Bilsangiz, sizda ham Mercedes hadovoy qilinganmi? Yo'q, endi xudo xolisa qilmoqchiman. Endi qilmoqchisiz. Endi men buni bitta haydab ko'ring. Bo'l. Mamda kattaroq yama bor ekan. Tashing, qo'rqmasdan. Tormozda bosing. Yo'q. Voy. Lekin gap bo'lishi mumkin emas. To'g'risi mazza qildim. O'zimning issiq ko'raman, qattiq ko'rmayman. Men o'zi avtobloggerman, to'g'risini aytaman. Luxury mashinalarga afzal olaman. Sohiz bizadagi. Xuddi shunaqa. Elektromobillarni yomon ko'rishimning sababi to'g'risini aytaman, hadovoy yoqmaydi. Haydab ko'rganman, ko'nglim qolib ketgan. O'shaning uchun ham videolarimga ham uncha olib chiqqim kelmaydi, to'g'risi. Shu siz o'rtog'im yaqinda BYD chempion oldi. O'sha azgina yurdi, 10 mingchi yurdi. Lekin o'sha to'kilib ketdi. Shundan mindim, bu boshqa dunyo, u boshqa dunyo bo'lyapti. Mana sababi u BYD'lar hammasi Xitoy yo'liga moslangan. Tekis yo'lida, yama yo'l. Bizani yo'lda qanaqa yoki bitta mahallaga kirib chiqsangiz, o'sha kamida o'ldim deganda 30 ta yamaga tushib chiqasiz sizlar ham o'rtoqlar. Buni 4 ta amortizatorlarni almashtiramiz, BYD'larni. Orqa chilok, salin bloklarini almashtiramiz, inomarkaligini qo'yamiz. Bularda plastmassiy bo'ladi. Oldida rechelarida salin bloklariniki Mercedeskini qilib beramiz. O'rtoqlar, agarda sizlarni ham mashinalarni hadovoyini qildirmoqchi bo'lsanglar, bemalol shotga kelaversanglar bo'ladi. Sizlar ham olib kelsanglar, bitta minib ko'rasizlar, kayfini his ko'rasizlar.